Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 16-may kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga Shoshmang. Siz yangi Samsung Galaxy yutib olishingiz mumkin. Ha, aynan siz. Buning uchun bilet sotib olish yoki pul tikishni keragi yo'q. Anjirpay ilovasi orqali Rossiyada O'zbekistonga atigi 5000 rubl yuborishingizni o'zi kifoya. Pulni Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki naqd ko'rinishida yuborishingiz mumkin. O'zingizga ma'qul ko'rinishda pul yuborib, Samsung Galaxy egasiga aylaning. Anjirpayni hoziroq istalgan platformadan yuklab oling. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Aksiya muddati cheklangan. ko'ra dollarning rasmiy kursi 10 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 11986 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,198,630 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 83 so'mga pastlab 1 yevro 13937 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki 100 yevro 1,393,767 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0,7 so'mga ko'tarilib 1 Rossiya rubli 163 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki 1000 Rossiya rubli 163 ming so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro hamda Rossiya rubl kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.